Assalomu alaykum, qadrli obunachilarimiz. Mana navbatdagi issiqxonamiz ham bitdi. Manzilimizga keladigan bo'lsamiz, Quyuchirchiq tumani qurganmiz. Bundan 1 yil oldin qurib ketganmiz. Noyabr oyida deydi 2 qavatli qilib qurganmiz. YouTube kanalimizga joylaganmiz buni. Quyuchirchiqda 2 qavatli issiqxonamiz. Bu yerda mana o'sha paytda akamiz Dilmurod aka Xudo xolasa keyingi yilga qurib bersak, mana bu yil mana 25-yil may oyida qurib bitdi. Mana bitti. Xudo xolasa buni salafanini, Xudo xolasa avgust oyiga kelib salafanini yopib beramiz. Bungacha ichilarini tozalab turib, strashga atapleniyalarini to'g'rilab qo'ysalar, biz Xudo xolasa kelib salafanini yopib beramiz. Hozir mana ichidagi o'sha 2 qavatli o'tgan yili qurib bergan issiqxonamizda o'zi bolgarskiy ikishgan aka, bolgarskiydan o'zi qo'ldan kelgancha syomka qilib sizlarga taqdim etamiz. Yo'qsa like bosib, obuna bo'lib qo'ysa kanalimizga. Mana ko'rishingiz mumkin bu yerga o'tgan yili noyabr oyidami aka? Yanvarda. Bitgani noyabr oyi. Noyabrda qurib berganmiz bu issiqxonamizni, o'sha usta to'g'li issiqxona, mana bolgarskiy ekilgan. Bolgarskiyamiz necha qator tushdi Dilmurod aka? 5 qator, 10ta 5 ta agat 10 ta qator tushdi. 10 ta qator 5 ta. Necha mingta ko'chat ketdi aka? 1100 ta ko'chat ketdi. 1100 ta. Buni atapleniyasi bor hozir, ana ataplen. Bitta qatorning ichida atapleniyasi bor. Ha, tagida atapleniyasi bor. Har bitta qator. Mana ko'rishingiz. Ha, mana o'rtasida ko'rishingiz mumkin. Nechlik aka buni atapleniyasi trubasi? Bular 40 lik qo'yganmiz. Aha. Yondagilar hammasi 50 lik ketgan. Ha, yonda bir qatordan 50 lik, har bitta mana 5 qator 40 lik. 5 qator 40 lik. Necha pulligida pishib chiqdi aka endi bu bolgarskiylarimiz bozorga? Sal kech qolib ketdi, endi ozgina xatolarimiz bo'ldi. Birinchi yil ekkanimcha 50 minglik paytiga ilindik. Ha, 50 minglik paytda olib chiqdingiz. 50 minglik paytda olib chiqdik. Ozgina xatoliklarga yo'l qo'ydik. Endi yaxshi qildi. 50 ming, hozir endi 10 mingdan tortishyapmiz. 50 ming boshida ilindik, yaxshi bo'ldi. Qaysi oy ekkasi bu bolgarskiylar? Yanvarda 10 yo 15larda daftarda yozgan. Ha, 10-15da ekkasiz. Mana martda pishdimi yo apreldami bular? Martda aprellarga borib pishdi adashmasam. Aprelga pishdimi? Ha, endi biz hozir mana to'plar bilan olishib, bu tomonga ko'p e'tibor bermadik, shuning uchun hozir esda yo'q qaysi. Ha, qaysi oy pishgan, ha. Ammo hozirli ser hozirga bu chetdikida? Ya bu jipsi, ha. Yani chetda. Bilma, chetdiki bo'lsa kerak, o'zimizniki emas. Ha. Surishtirmadik endi bu to'plarga bolgarskiy o'sha yaxshi deganiga olib kelib yubordik. Mana ko'rishingiz mumkin, bo'libsa bu pust parashidan ekan.